Qarang, sizga qaysi sumka taqish qulay? Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Tak. Birinchisimi, ikkinchisimi? Birinchisi bo'lsa kerak. Birinchisi. To'g'rimi shu taqish? Nega unaqa taqib oldingiz, bunaqani tanlayapsiz? Yo'q, birinchisi deganda birinchi ko'rsatganingiz. Mana bunimi? Ha. Ha, bo'ldi, rahmat. Shu qulay sizga taqishga. Qulayroq. Oddiy savol beraman. Qaysi sumka qulay sizga taqishga? Birinchisimi, ikkinchisimi? Ikkinchisi. Nimasi qulay? Bunisi. Nimasi qulay? Taqishi va chiroyligi ham bo'ladi. Sora, qaysi sumka taqish udobni sizga? Qaysi biri yoqdi? Menga mashinasi. Birinchisi yoqdimi? Nimasi yoqdi sizga buni? Ko'zini aka. Ko'jinni? Siz chiroyga qarayapsizmi? Ha, ham udobniy deb o'ylayman. Ha, bo'ldi. Sizga shu yoqdi. Shunaqa taqqaningiz ma'qul-a sizga? Ha. Sumkani qanaqa taqqaning qulay senga? Ikkinchi. Bumi? Nimasi qulay? Bu nimadir yaxshiroq-da. Chem Nimasi? bittasi bittadan ko'ra Ko'targandan ko'ra ikkitasi turgani yaxshi Ha. senga. Samiya, senga sumkani qanaqa taqish qulay? Bunaqa bir tarafgami, bir yelkagami, ili ikkita yelkaga taqqaning qulaymi? bitta yelkaga. Nimasi qulay senga buni? Bir yelkaga taqib yursang bo'lmaydimi? Yelkam orib ketadi-da. Aha, nega bir yelkaga taqib olding bo'lmasam? Bu popka emas-ku. Ha, bu sportivniy forma soladigan. Ha, bunaqa taqsa nima bo'ladi? Yelkam uncha og'rimaydi. Ha. Buni taqsang yelkang og'rib, bir tarafga qiyshayib, umurtqang qiyshayadi, to'g'rimi? Ha. Qaysi sumka taqqan qulay? Qaysi birini taqqan bo'larding? Bir tomongami? Nega? Ne, bir tomonga emas, ikkita tomonga. Xo'p, nimasi qulay senga ikkita tomonga taqqaningni? U bitta plech og'rib qolmaydi, ikkalasi. Bittasiga og'irlik tushib qolmaydi. Ha, buni taqib yursang bo'lmaydimi? Zo'r-ku bu, bir tarafga chiroyli turadi. Ikkita yelka yaxshiroq, a? Да. Я думала, вопрос идет о том, что красивее именно какой рюкзак. Это А оказывается, что удобнее. Qaysi biri udobni shunda? bu. Qaysi birini tavsiya qilasan? O'quvchilarga bunisi yaxshi, bu. Qaysi sumkani taqqan qulay sizga? Bunisimi yoki bunisimi? Mashinasi Bunisi nimasi qulay sizga buni? как ochilib turmaydi-da, ko'rjali ham yomg'ir bo'lsa chiroyiga qaramang, qulayligiga qarang. Qulayligi shu, tekisroq, как mana qilsam mana. Bu katta-da, noqulayroq. Katta, xo'p. Ha, naqul. Bir yelkaga taqqan yaxshimi o'quvchilar? Ha, yaxshi, Nega o'zi bir yelkaga taqib oldingiz? Zarari yo'qmi buni? Yo'q, bu zarari yo'q. Zarari yo'q. Buni zarari bor-a? U katta-da, noqulayda. 9 yil davomida qanaqa sumka taqdinglar? Bundanmi yoki bundanmi? Bunisidan, ikkinchisidan. Bu nimasi qulay buni? Og'irligi tushmaydi qo'lga, yelkada bo'ladi. Xo'p, buni taqsanglar bo'lmasmidi? Yo'q. Jenskiligi emas. Nimasi qulay buni? Nima zarari bor bu sumkani? Zararini bilmadik-ku, kam narsa ketishi mumkin. Bir. Ikkinchisi keyin unchalik nima edi, talabga javob bermaydi. Nega o'zingizlar ikkita yelkaga bir xil qilib sumka taqib yurasizlar? Ikkita yelka bir xil turadi har doim. Nega bir yelkaga taqmagansizlar? Pazorni chiqqani nimasi bo'ladi? Umurtqa pog'onasi qiyshayishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi variant. Bu varianti. Nimasi qulay senga? Kichkinaroq. Bu qulay emasmi? Nima? Katta-ku. Qo'pol. Kattaligini aytmayapman, sen qulayligini aytyapman. Yo'q, qulay emas. Bir yelka taqsang zarari ko'pligini bilasanmi? Nima? Yelka taqish mumkin emas. Qara, bir yelkaga tushyapti, bu yog'ing og'irligi bu yoqqa tushyapti. Tushundingmi? Senga bu sumkani tavsiya qilaman, xo'p? Xo'p. Umurtqalaring qiyshaymaydi. Jahongir, qara, qaysi sumkani taqqaning qulay senga? Ikkinchisi. Bu nimasi qulay senga buni? Ayt. Nimaga o'zing har doim bir yelkaga taqib yurasan? Bir yelkaga. Kuni bilan taqib yurasanmi? Nimaga unaqa taqasan? Qara, qiyshayib qolibsan bir tarafga. Shu yaxshimi? Zo'r ko'rinadi-da. Zo'r ko'rinadi? Nimasi ko'rinadi? Endi bilmadim. Qara, o'zi qiyshayib boryapsan. Bu yoqqa og'ir taqqaning yelkang tushib ketyapti. Hech qachon unaqa taqmagin. Senga mana bu sumkani tavsiya qilaman, xo'p? Shunaqa yurgin, ikkinchisidan taqib ol, tez. Bo'ldi ana. Xuddi shunaqa yuring, xo'pmi? Qiyshayib qolasan. Har doim shunaqa yurasizmi? Yo'q. Ha. O'sha oxirgacha teri shunaqa bo'lib qoldi. Oxirgacha teri shunaqa bo'lib qoldi. O'zi qanaqa sumka taqasiz har doim? O'z popka kiyardim. Qanaqa? Og'ir bo'lib ketdi-da. Bunisidanmi? Yoki bunisidanmi? Yo'q, bunisidan. Bunisidan. Shu qulaymi sizga? Nimasi qulay? Endi hamma narsa solishga qulay. Yo'q, solishga emas, qulayligini aytyapman. Ha. Nagruzkasini aytyapman. Nagruzkasi lekin yomon. O'shaning shu. Nima yomon bo'lsa taqayapsiz? Taqmay qoldim-da, o'shaning shu buni taqaman. Tavsiya qilasizmi taqishni? Yo'q. O'z har doim mana buni taqish kerak, to'g'rimi? Buni taqsa nima bo'ladi? Orqangiz orib ketadi, belingiz bir yelka ko'tarilib, ikkinchisi tushib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Umurtqa pog'onasi qiyshaysh boshlaydi. Shuning uchun har doim mana buni tavsiya qilinadi, to'g'rimi? Ha, endi buni ham taqsa bo'ladi. Bo'ldi. Taqib yuring shuni har doim. Bo'ldi. Qaysi sumka taqish senga qulay? Bunisimi, bunisimi?
Bunisi Nimasi yoqadi bunaqa taqishni senga? udobniroq, kichkinaroq. Udobni. Bu udobni emas senga. Yo'q, normalniy ikkalasi. Bu udobni, ha? Sengachi, senga qaysi biri udobni? Mana shu. Mashimi? Bu yomon zarari borligini bilasanmi? Yo'q. Buni har doim taqib yursang, bir yelkang ko'tarib, bittasi tushib ketadi. Kelajakda mana bunaqa bir yelka ko'tarib, bir yelka tushishiga olib keladi, bilasanmi shuni? O'shaning uchun sizlarga men buni tavsiya qilaman, xo'p? Bir xil yelkaga, bir xil og'irligida tushsin sumkada. Mana ko'rdinglar, farzandinglarga tanlov qilganimizda hammasi bitta yelkaga taqadigan sumkani tanlashdi. Lekin bu xato. Shuning uchun farzandinglarga ikkita yelka bir xil turadigan sumka taqishini nazorat qilib boring. Meni kuzatishda davom eting va sahifamga obuna bo'ling.